To'g'ri bolasi nima ekan? Bolasi xonaji. Nechinchi bola? Qirg'iz. 3-bola bolasi xonaji 13 litr sut beryapti. Hisoblashlar mana. 13 litr sutga berilyapti. Yerinlari ham dimlangan yo'q ekan. Molimiz bo'yi 1.30 atrofida chiqadi. Yo'g'onliklari ham o'ta yo'g'on molimiz mana. Qirg'izdan tushgan. Tishi nechta? Tishi 8ta. Bosmagan. Yo'q, tishi 8ta. 3-bolasi. 3-bola. Orqadan kelsin, tepsa, oldidan kelsin, tutsa, chapdan o'ngdan sog'dirmasa olmaydi. Shu diyorimizga obunachilarga bitta bonus, bir oy sog'ib bemalol ichaverib, bir oydagi pulini beraveradi. Ana bonus. Mana aziz obunachilar. Haqiqiy ro'zg'or bo'lib mol ekan mana. Bolasi necha kunlik bo'ldi? Bolasi 5 kunlik bo'ldi, xudo xohlasa. Bola ham toza shved shekilli. Toza shved. 5 kunlik. Qarang. Bo'ladigan narsa ekan bola ham. Holada zo'r. Bol endi sutga kiryapti. Yana tog'a Endi sutga kiryapti. 15 ta 16 ta beradi hali. 15-16 litrgacha chiqadi bu mollar. Mana aziz puliga necha pul berishyapti? Puliga 24,5 berishyapti. O'zi necha pul deyapti? 28,5 kam bor. 28,5 million narx aytilyapti. 24 million 500 ming so'm savdosi bo'lyapti aziz obunachilar. Mana o'qtim shu. Yana bitta bonus tarafi uyida novvos bolalarga ham barter qilaveraman. Mana barter ham bor ekan. Ayting nomerni. 90lik 303 8821 mana. Yoqqan bo'lsa ismi Dostonbek akamiz. Yoqqan bo'lsa telefon qilaveringlar. Bu akada ham molni xolagan turlaringdan bo'ladi. To'g'rimi? Xudo xolasa. Mana. Xolagandaqa mol beramiz. Yana bormi hozir? Uyda bor. Uydam. Ishqibozlar, kuzatib olayotgan obunachilarga xudo xolasa bittadan yangi qo'shib beraman. Qolganga velosiped. O ana. 1 million velosiped qo'shib beraman. Ana. Yoqqan bo'lsa telefon qilaveringlar. Agar o'zimiz mesin sigillaridan ham yo'qsa bolasi novvos har xil menga sut ko'p kerak, puli yengil kerak degan akalarimiz telefon qilishaversin o'sha akaga mana. Bu akada har tomonlama bo'ladi. Bo'g'oz sigir ham bo'ladi. O'sha hayvon zoti borki, chorva mol telefon qilaveringlar mana. Kelishaveramiz, har qanaqasi kelishamiz shu mollarni. Yoqqan bo'lsa telefon qilaveringlar. Xo'p, rahmat. Hocaga buni bolasi nima ekan? Nechinchi bola? Xudo xolasa ikkinchisi. Azonasida ikkinchi bola bolasi xonasiz ekan. Nechta suti bor ekan? Yerinlari ham o'qiyin. 13 litr sutga berilyapti, 15 litrgacha berilyapti ekan azonasida. Molimiz bo'yi 1.25 plus chiqadi. Ha, ushlaverinchi yerinlarni. Bozorga endi chiqyapti, kelyapmi o? 2-3 oydan beri endi chiqyapti. Mana azonasida. Yumshoq yerinlari ham. Bitta xo'jalik bor. Fermaga ham cho'radi. Aka bunga necha pul berishyapti? Aka bunga xudo 23 yana pul berishyapti. O'zi necha pulda? 28 kami bor. 28 million narx aytilayotgan, 23 million, 23 million 500 ming savdosi bo'lyapti yana. Suti ham. Sariq ekan suti. Bu shved molimiz qo'yiqlik bo'yicha yaxshi. Mana. Aka telefon nomeri aytiladimi? 99lik 939 930 30 20. Yoqqan bo'lsa telefon qilaveringlar, kelishtirib beriladi. Mana. Sotib berdim meniki. Buni bolasi nima? Novvos shekilli ya. Bolasi. Kimma? Mana 26 millionga edi. 26 millionga sotildimi bu? Ha, sotildi. Bolasi novvosmi? 26 millionga baraka bo'pti, azomlashlar. Yillar. Bo'l. Bolasi novvos ekan. Bu semental o'zi. Aka buni bolasi xonasimi? Novvosmi? Nechinchi bola? Zonasida 3-bola bolasi novvos ekan, shved so'raganlar endi. Nechta suti bor ekan? 12 litr sutga berilyapti. Yillari ham o'qiyalar. Molimiz bo'yi 1.25 plyus chiqadi. Mana zonasida.
Aka, molda 12 litr usti bor. Hozir 7 litrga olavering. YouTube'ga chiqib ko'rmaylar qo'ying. Necha pul berishdimga? 28 million. O'zlaring necha pul deyapsizlar? 32 million aytayapti. 32 million narx aytilyapti, 28 million savdosi bo'lyapti mana. Bolasi 28 million 600 ming savdosi bo'lyapti. Bu qanchalik bo'ldi? Necha kunlik bo'ldi? 4 kunlik bo'lsa ekan, so'mlashda mana. Qiziqali telefon nomeri aytiladimi? Shartrim. Abdurahmon Shartrim. Telefon nomeri aytiladimi qiziqqanlarga? Aytinglar. 95 lik 819 73 78. Yoqqan bo'lsa telefon qilaveringlar. Mana old ket chiroqli mol ekan. Mana. 1 million. Aka buni bolasi nima ekan? Nechinchi bola? Nechinchi bola? Bolasini olsa-ham birinchi bola ekan hisoblashlar. Yoshidan so'raganlar, ko'chatib. Nechta suti bor ekan? 7-8 litr sutga berilyapti mana. Ammo yemlari ham chiroqli. Molimiz bo'yi 1.35 atrofida chiqadi hisoblashlar. Mana. Mo'l ketdi tekiz ekan. Bunga necha pul berishyapti aka? 24 million. O'zi necha pul deyapsiz? 28 million narx aytilyapti, 24 million savdosi bo'lyapti. Aka qalay telefon nomeri aytiladimi? Telefon nomeri aytiladimi? Qalay ayting. 93 554 50 60. Yoqqan bo'lsa telefon qilaveringlar. Orqalari ham chiroqli sigir ekan. Boshlovni bolasini ovosimi najmmi? Nechinchi bola? Ikkinchi bola bolasi xonasi ekan. Bu qanchalik bo'ldi bu? 2 oylik bo'lsa, bu urug'ga qo'yilgan shekilli. Aka buni necha pul savdo qildi? Necha pul savdo qildi? Mana yerlar ham o'qiy. Molimiz bo'yi 1.25 plyus chiqadi. O novasi o'xsharkanda bola. Suti nechta ekan? 10 litr sut berilyapti. Savdosi necha bo'lyapti, to'g'rimi? 23 o'lyapti. O'zingiz necha bilyapsiz? 26 million narx aytilyapti, 23 million savdosi bo'lyapti. Mana. Omma bola ishlaydigan bola. Bola so'raganlarga. Qonida yo'qmi? Qiziqali telefon nomeri aytiladimi tog'a? Bozoringizni bersin. Boshlovni bolasi nima ekan? Nechinchi bola? Bolasi xonachi 3-chi bolasi ekan. Nechta suti bor? Mana endi 12 litr sutga berilyapti. Mana. Qirg'izdan tushgan sigirlar so'raganlarga toza svet. Molimiz bo'yi 1.30 atrofida chiqadi, to'g'risizlar. Orqa yo'g'olgan, o'ta yo'g'on ekan. Mana. Bu savdosi necha pul bo'lyapti, to'g'ri? 24,5. O'zingiz necha pul deyapsiz? 28 million savdo, 28 million narx aytilyapti, 24,5 million savdosi bo'lyapti, yani zonashlar. Ammo dimlanmabdi janob. Bu necha kunlik bo'ldi? 2 haftalik yo'ldi. 2 haftalik. Ammo chiroqli sigir ekan. To telefon nomeri aytilamisiz qilayga? Ayting. 93lik 623 23. Yoqqan bo'lsa telefon qilaveringlar. Mana. Xo'jalikka ham, fermaga ham so'radi. Xo'jaga buni bolasini ovosmi? Nechinchi bola? Olindimi? Bola yaxshi narsa ekan. Xonada bormikan? Necha litr sutga beriladi? 8 litr, 10 litr sutga berilibdi. Bugun olinibdi bu ham. Aka bu necha pul savdosi bo'lyapti? 23 million qilyapti. 23 million o'zlari necha pul deyapsiz? Biz endi 26 ozgina ekan. 26 million narx aytilyapti, 23 million savdosi bo'lyapti. Bola ham bo'ladigan narx ekan, novvoqcha. Mana hisoblashlar. Tayyam taydoragan sigir. Mana orqalari. Ola so'raganlar. Aka, telefon nomeri aytiladimi qiziqqanlarga? Telefon nomer? Bo'ldi, bozoringizni bersin.
Hoji aka buni bolasini ovosmi? Nechinchi bola? Ikkinchi bola bolasini ovos. Nechta suti bor ekan aka buni? 12 litr sutga berilyapti. Ammo oldi bo'yi 1.45 yoshlarga chiqadi. Bola so'raganlarga mana oldilar. Bu aka nechta savdosi bo'lyapti? 31 million beryapti. O'z nechta bo'lyapti? 40 million narx aytilyapti, 31 million savdosi bo'lyapti. Yomon go'zal ekan. Ferma bo'lsa kerak. 4 donami? 4 dona ekan. Bolasi qanchalik bo'ldi aka? 10 kunlik bo'ldi. Bola ham urug' shekilli. Gibridmi? Abdulaziz Aka telefon nomeri aytadi. 94lik 296 37 77. Yoqqan bo'lsa telefon qilaveringlar. Sutga ishlayman degan odam bor ekan. Aka buni bolasini ovosmi? Nechinchi bola? 3-bola bolasini ovos, nechta suti bor? 15 ta yaqin suti bor aka. 15 litrga yaqinlashtiryapti suti mana. Molimiz bo'yi 1.25 plus chiqadi. Yemlari ham o'qiylar 4 oyda ekan. Rasa sog'liq. Bunga nechta pul berishdi? 27. Pulimi? Ha. 25 qilishdagi. 27 narx aytyapsiz. 27 million narx aytilyapti. 25 million savdosi bo'lyapti mana. Bu bolasi necha kunlik bo'ldi? Bir hafta yaqinlashib qoldi. Bir hafta o'yan yo'qmadi. Bir hafta bo'lmabdi. Bu ham toza shvet ekan-a? Bo'ladigan narsa ekan bola. Telefon nomeri aytiladimi? 94 101 9007. Yoqqan bo'lsa telefon qilaveringlar. Rasa xo'jalik bo'lsa kerak mana. Kelinlar. Salomlashlar. Buni bolasimi ekan? Bittami? Buni bolasimi? Nechinchi bola? 3-bola aka bu ham. 3-bola bolasi xunachi. Nechta suti bor buni? 15 ta beryapti aka bu. 15 ta tray berilyapti. Salomlashlar mana. Kelinlari. Yo'g'onligi o'ta yo'g'on ekan molimiz. Bu molimiz bo'yi 1.35 plus minus chiqib qoladi azizlar. Mana. Bu ham qirg'izdan o'tgan-a? Bunga necha pul berishdi? 25 berishdagi. O'zi necha pul deyapsiz? 30 ga o'tib beramiz aka. 30 million narx aytilyapti, 25 million savdosi bo'lyapti. Ammo bu mol bilmadimi, endi sutga kiryapti shekilli. Ustiga bezlari qaytmadan bo'lyapti. Endi bezlari qaytyapti, hisoblasizlar. Bu hali yana sutni yorib yuboradi. Ashna umriga telefon qilaveringlar, yoqqan bo'lsa. Yana qaysizki? Bo'ldimi? Yana bu sigir bo'g'ozlar. Ha. Aka buni bolasimi ekan? Nechinchi bola? 3-bola bolasi xunachi. Nechta suti bor ekan? 10 litr sut berilyapti. Ammo yerinlari chotki ekan. Sog'liq bor. Mana. Orqadan. Mana yo'g'lilar azomlashdi. Molimiz bo'yi 1.25 plus chiqadi. Aka bunga necha pul savdosi bo'lyapti? 28 ga bor deyapsiz. Savdosi necha pul qilishdi? 24 million savdosi bo'lyapti ekan, 28 million narx aytilyapti mana. Bu mesnimi yo'q qirg'izdan o'tganmi aka? Qirg'izdan o'tganmi? Qirg'izdan o'tgan aka. Bolasi qanchalik bo'ldi aka? 20 kunlik. Toza narsa ekan. Bu ham toza shvetdan ekan, hisoblasizlar. Aka telefon nomeri aytiladimi? Ayting. 91lik 612 98 97. Yoqqan bo'lsa telefon qilaveringlar. Xo'jalik bog' sigillarimizda mana. Yer yaqin, chotga to'yib suti beradiganlardan mana. To'g'ri sizdanmi? Necha oylikdan ekan? Qisir. Qisirmi? Bu yosh qanaqa bularni? 2 yosh. 2 yoshmi? Bular Messimi qirg'izdan o'tganmi? Messi o'zimiz shvedlarami? Necha pul berishdi? To'g'rimi? 42 million. Jupigami yo'q? Zonlashlar 42 million savdosi bo'lyapti. Toza shved so'raganlarga. Xonajin ekan bular. Bo'ladigan narsalar. Oldin bo'ylari 1.30 atrofida chiqib qoladi. Yaxshi narsalar. Do'blarga telefon nomeri aytiladimi? Ayting. 90lik 90lik 532 532
0307. 0307. Mana yoqqan bo'lsa telefon qilaveringlar aziz obunachilar. Ali zotga ham tashlasa bo'laveradi, yemga ham tashlasa bo'laveradi. Mana. Bular yukni ham qilaveradi, bolani ham beraveradi aziz obunachilar. Oq tush so'raganlarga mana. Bularning tishini buzganmizmi ham? Buzganmi? Ikkovida ham kuragi bor. Tish buzibdi bular. On bo'ladigan narsa ekan. Haqiqiy zotga tashlaydigan ekan mana. Bular hali yana ancha o'sib ketsa kerak. O'sadigan narsalar. Yoqqan bo'lsa telefon qilaveringlar, kelishtirib beriladi aziz obunachilar. Mana, molni orqalari ham. Mana. Mana aziz obunachilar. Telefon qilaveringlar yoqqan bo'lsa.